Bugungi konferensiyamizda asosan mana shu raqamli texnologiyani rivojlantirish, innovatsion muhandislik yechimlari va ularga istiqbolli yangi g'oyalarni bu yerda muhokama qilishdan iborat. Yoshlarni innovatsiyalarga, texnologiyalarga o'qitish ancha rivojlanib bormoqda. Bu yoshlarga doir davlat siyosati, qonunlari, prezident qarorlarida ham o'z aksini topgan. Основной целью конференции является выявление состояния, перспектив и проблем цифровой экономики в нашей стране, а также сбор идей и мнений на эту тему. Raqamli iqtisodiyot o'zi bu an'anaviy iqtisodiyotdan asosiy farqi shundaki, raqamli iqtisodiyotda asosan barcha iqtisodiy munosabatlar, ijtimoiy munosabatlar hammasi raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan bo'ladi. Taraqqiyot va ta'lim loyihasi siz bilan.